Agar qarshi bo'lmasangiz, keyingi speakerga navbatni beramiz. Demak, Analyze Data with AI mavzusi bo'yicha navbatdagi speakerimiz Ibrohim Jalolovni sahnaga taklif qilamiz. Biroz qarsaklaringiz. Ibrohim Jalolov data va software injener sifatida Domo kompaniyasida faoliyat yuritadilar. 5 yildan ortiq tajribaga egalar. Sahnamizga tashrif buyurdilar. Marhamat. Assalomu alaykum hammaga. Ertalabdan shanba yakshanba kunlari uyqudan kechib kelganlarga rahmat. Birinchi boshlashdan oldin AI hech kim ishini olib qo'ymadimi? Shuni bitta nima qilib olsak, auditoriyadan so'rab olsak. Eshitilmadi. Yaxshi. Keyin boshida birinchi auditoriyadan so'ralganda data scientistlar soni kam edi. 4 ta 5 ta chiqqandi. Hozir yana bir so'ramoqchiman. Software injenerlar nechta? Software injenerlar bormi? Yaxshi. Auditoriyaning asosiy qismi software injenerlardan iborat ekan. Tabiiy, xuddi boyagina O'zbekiston bozori uchun. Keyin boya AI ishni olib qo'ymadim degan savolga hech xavotir olmanglar. AI ishni olib qo'ya olmaydi. Shunchaki bizni skorisimizni boost qilib beradigan narsa, ya'ni kamida 2x ochib beradigan narsa. AI ishlatganlar yutadi, ishlatmaganlar bilmadim, zamondan orqada qolib boostdan qolib ketaveradi. O'zim haqimda qisqacha aytsam, ismim Ibrohim Jalolov, Domo kompaniyasida software injener bo'lib ishlayman. 5 yillik software injeneringda tajribam bor. Bundan oldin UIC Group, Kometa kompaniyalarida ishlaganman. Backgroundimga keladigan bo'lsak, matematika va sport dasturlashdan chiqqanman. Letcode'da xabar borlar bormi? Masala ishlab turadiganlar. Rahmat. Universitet vaqtida ISPC degan narsa bo'lardi. O'sha sababchi bo'lgan. Aynan bu bo'yicha. Qisqacha bugun nima haqida gaplashadigan bo'lsak, qisqacha mazmunini aytadigan bo'lsam, AI yordamida data analizni chuqur tahlil qilish. Bu nima degani? O'sha bor toollar, instructionlardan maksimal foydalanib, maksimum o'sha natija olishga fokus qaratilgan. Ozgina endi bu bizni Domo jamoamiz. Bunda meni LinkedInim skan qilsanglar bo'ladi. Xo'p, boshlaydigan bo'lsak, birinchi navbatda o'sha workflowga kirishdan oldin ozgina AI haqida, agentlar haqida ozgina gaplashadigan bo'lsak, agentlar nima o'zi? Agentlarda asosiy 3 ta nimasi bor, komponenti bor. Bular LLM, ularning miyasi bo'ladi. Ikkinchisi MSP, qanaqadir amal qila olishi uchun, tashqi resurslarga ulanishi uchun kerak bo'ladigan toollar. Keyingisi System Instruction. System Instruction bu o'zi agent nima qilish haqida yozilgan rollar. Uchinchisi, to'rtinchisi knowledge base hisoblanadi. Knowledge base ba'zida optional. Bu ko'proq reasoning, self validation uchun kerak bo'ladi. Bu haqida ham hozir gaplashamiz. Birinchi navbatda agentimizning miyasi bo'lgan LLM haqida ozgina aytadigan bo'lsam, LLMlar nima? Large language model bu next token prediction, ya'ni so'zlar kolleksiyasi bo'lsa, undan keyingi bo'lgan so'zni topib berish uchun xizmat qiladi. Tabiat shunaqa. LLMlarda eng ko'p uchraydigan muammo gallyutsinatsiya hisoblanadi. Gallyutsinatsiya nima?
fakt deb o'ylab uni aytishi fakt deb o'ylab uni aytishi hisoblanadi. Misol, siz LM bilan chat qilyapsiz. LMga shunaqa savol berdingizki, u yo sizga yo'q deyish kerak, yoki qanaqadir fakt bo'yicha to'qib yuborish kerak. U o'qitilgan ma'lumot bo'yicha, endi odamlarni yozganlari bo'yicha o'qitilgan-ku. Boshqa qilib aytadigan bo'lsak, u yo'q degandan ko'ra o'sha aldab yuborish unga osonroq. O'qigan datasidan kelib chiqib. Keyin LLM'larda asosiy value sifatida, ya'ni boshqalar bilan farq qiladigan narsasi kontekst window hisoblanadi. Bu bitta vaqtda o'zida nechta ma'lumotni yoki fakt kontekstni qabul qila olishi. Bu yerda input sifatida nima olishimiz mumkin? Tool calling'larni ham olishimiz mumkin. Aytaylik, qanaqadir tool calling'dan qaytgan resultlar ham kontekst window ichida bo'ladi. Hozir zamonaviy emas, eng oxirgi LLM'larni oladigan bo'lsak, 1 million kontekst windowlarda. Bu nima degani? 7 jildli Harry Potter'da asari bor, kitob. O'sha bemalol o'shanga sig'adi degani. Bu nima? Aytaylik, loyiha yoki qanday internal dokumentlar bo'lsa ham bemalol mana shu 1 million kontekstga sig'adi degani. Mana slaydda rasmlar kattami yo sekin o'chyaptimi? Farq bo'lmayapti lekin. Hurmatli ishtirokchilar, ilojimiz ketib qolmaydi, chunki juda ham ko'p sovg'alar bor va fokusni bo'lmaymiz. E'tiborli kartamiz, hurmatli fikrimizdan jonliroq bo'lishi so'rab qolamiz va davom etamiz. Boyaga aytgan Harry Potter bo'yicha aytgan faktim, bu yoqda yozma ko'rinishida 1 million token o'rtacha 750 mingta ingliz tili so'ziga to'g'ri keladi. Buni o'zbek tilida oladigan bo'lsak, o'zbek tilida ingliz tiliga nisbatan 2-3x ko'proq nima qiladi, token yeydi. Chunki bu modellarda o'qitilayotganda asosan ingliz tilidagi so'zlar bilan o'qitilgani uchun English wordlarga adaptatsiya qilingan ko'proq. Taxminimizcha ekranimizdan notebookgacha bo'lgan masofa Yaqinroq borib olaymi? Biz so'raymiz, hurmatli ishtirokchilar. Keyingi bizga agentimizning qo'llari hisoblangan MSP bo'ladi. MSP nima? Module Context Protocol. Misol aytaylik, eksternal qanaqadir servislar bo'lsa, o'sha servislarga AI model bog'lanishi uchun va o'zini qilmoqchi bo'lgan ishini o'sha eksternal servislarda qilish uchun как toollar. Buni misol frontend, backend va o'rtada API deb tasavvur qilsak bo'ladi. Frontend aytaylik AI, backend external service, MSP bu API. MSPlardan oldin qanaqa ishlangan AI'lar? Misol 2-3 ta tool bo'lsa, aytaylik system call, unga alohida har bitta sistem ulanganda if else bilan bittalab check qilib yozilgan. MSPlardan keyin nima bo'ldi? Hamma bitta standartga kelishgan. Qanaqa eksternal tool bo'lsa ham bir xil standart orqali bog'lanib bo'linadi. Bu yoqda MSP arxitekturasi, как
USB adapter sifatida ko'rsak bo'ladi. Aytaylik, hamma eksternal servislarda yoki qanaqadir toollarda o'zini USB-lari bor va AI'lar ham o'sha USB-ni o'q oladi, hammasi bir xil. Agentlar haqida ko'rdik. Agentlar o'sha bitta takrorlab olsak nimaligi? LLM, MCP va instruction'ni kombinatsiyasi. Endi bu yerda yana bitta narsa bor. To'g'ri, agentlar hamma narsa qila oladi, lekin bu hamma narsani agentga ishonib topshirish kerak degani emas. Automation qilish mumkin bo'lgan nima bo'lsa, uni automation qilish kerak. Aytaylik, automation qilish iloji bo'lmasa, uni AI agentlari bilan qilish mumkin. Misol uchun, human textlarni обработка qilish uchun bo'lishi mumkin. Yoki qanaqadir biznes protsesdagi jarayonlarni. Bu hozir aytganim o'sha AI qachon ishlatish kerak degan joyi. Ko'r-ko'rona ishlatish kerak emas, uni AI ishlatayotganda nima qilinayotganini avval odamlar o'zi tushunib olish kerak. Xuddi ono hype bo'lganda AI ishlatish kerak ekan degan ma'noda emas. AI chuqur reasoning qila olmaydi, hali unaqa rivojlanmagan deganlar uchun OpenAI kompaniyasining bir posti bor. Bunda aytilgan 80 yildan beri hali yechilmagan masalani GPT modellari ishlagani haqida bu yili mayda chiqqan post. Bu narsa ko'p narsa anglatadi. Nimaga? Chunki matematik masalani yechimini topish uchun shunchaki raqamlarni o'zi emas, chuqur reasoning kerak bo'ladi. Bu agentlar qanaqa ishlashini vizual ko'rinishi. Misol, user agentga yozganida LLM keladi. LLMda nima toollar borligini ro'yxati bor unda. System instructionlari bor va knowledge base'lari bor. Shular orqali iteratsiya qiladi. Observation nima degani? Misol, tooldan qanaqadir javob keldi, o'sha vaqt tooldan keyin nima qilishni ham LLMni o'zi hal qiladi. Bu yerda data analitikada o'sha agentik workflowni qanday ishlatish bo'yicha hozir boshlasak. Misol, hamma joy dashbord bo'lib ketgan. Bilmadim, ba'zi joylarda bitta ikkita ma'lumot olish uchun ham 4 ta 5 ta joyga kirish kerak bo'ladi, 4 ta 5 ta dashbordga. Hozir shu yerda nima noto'g'ri ko'rinyapti? Jadvalda. Shunaqa sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabrda tushishlar bor. Bundan oldin stabil ketyapti, tushgan. Mana shu narsani agentlikka aniqlab bera oladi. O'sha aniqlab bera olish uchun unga nimalar kerakligi haqida hozir ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda kerak bo'ladigan o'sha LLM tanlab olishimiz kerak bo'ladi miyasini. Hozir eng agentik workflowga moslab o'qitilayotgan modellardan bittasi bu Ops bilan Fable. Ular aynan o'sha agentik toollarni agentik sharoitda o'qitiladi datasetda. Tool chaqirishlarida ham o'zi yaxshi nazorat qiladi boshqa modellarga nisbatan. Bu yoqda MCP data sourcega ulanish kerak bo'lgan. MCP ni to'g'ridan-to'g'ri data sourcega ulash ham mumkin yoki bo'lmasam aytaylik qanaqadir dashbord custom ko'tarilgan bo'lsa, uni backendga ham ulash mumkin. Ikkinchisi o'sha instruction o'sha tizim haqida, data source'dagi tablelar strukturasi haqida, semantik meaninglar haqida yozish kerak bo'ladi. To'rtinchisi knowledge base degani bu. Misol hozir sales tushishini ko'rdik-ku. Sales tushishini raqamlarda misol bittada aytib berib bo'lmaydi-da. Hamma data yaqin taqdirda unga tashqaridagi aytaylik qanaqadir holatlar ham ta'sir qilishi mumkin. Misol, bilmadim, marketingda budjet kamaydi misol 50%ga. Shunaqa bo'lishi mumkin yoki yangi release chiqdi appda.
o'sha hamma informatsiyani knowledge base'da saqlash kerak bo'ladi va o'sha knowledge base'da qanday ishlashi bo'yicha ham instructionda instruksiya berib ketsa bo'ladi. Keyin Metabase degan tool bor. Metabase degan tool bor. U data source'larni visualization sifatida ishlatsa bo'ladi va uni yaxshi tomoni built-in MSP support qiladi. Ya'ni o'sha data source ulash bilan o'sha MSP bor degan. Bu yoqda instruction yozish bo'yicha ba'zi bir rullar. Birinchi navbatda unga o'sha scope bilan nima qilinish kerakligini yozish kerak bo'ladi. Ikkinchisi o'sha yechim topganligini da'vo qilmasligidan oldin topgan yechimini verifikatsiya qilishi ham kerak bo'ladi. Verifikatsiyani qayerda qilish kerakligi haqida system instruction va knowledge base'da instruksiyalar bo'ladi. Misol aytaylik, o'sha xuddi hozir aytganimdek, marketing budjeti qisqarganligi haqida knowledge base'dan o'qib, plus marketing o'zini tizimi bo'lsa, uni ham NSP'si ulangan bo'lishi kerak. Aniq o'zini taxminini yoki gipotezasini verifikatsiya qilib olish uchun. Uchinchisi data control. Bu nima degani? LLM ga hamma narsani to'g'ridan-to'g'ri berib bo'lmaydi. Agar siz on-premise ishlatmayotgan bo'lsangiz, ba'zi shunaqa holatlar bo'lishi mumkin. User datasini o'zi ham aytaylik LLM so'rashi mumkin. LLM so'rashi mumkin. O'sha vaqtda user shaxsiy ma'lumotlarini masking qilib, reshotka yoki shifrlab yuborish kerak bo'ladi. Bu yoqda o'sha security principle. EA ga read-only dostуп bergan yaxshi, update, delete'larga spesifikroq qarash kerak, chunki EA o'zi tabiat shunaqa, to'g'ri 99% to'g'ri qiladi deb uyarang bo'lsa ham, 1% ga страховканы olib qo'ygan yaxshi baribir har turib. Bu slaydda eng tagida yozilgan instruction rule o'sha dasturiy tomonidan cheklovni o'rnini bosa olmaydi. Misol instructionda yozishingiz mumkin, "Men shu ishni qilma" deb. Lekin bu aytib 100% garantiya emas. 99 bo'lishi mumkin, lekin baribir 100% emas. Uni o'sha dasturiy tomonidan middleware tomonidan do'stlari chegaralash kerak. Agentlik to'g'ri обработка qilishi uchun eng asosiy narsa o'sha berilgan savol yoki masala bo'yicha unda sessiyasida to'g'ri kontekst shakllanishi. To'g'ri kontekst shakllanishi uchun o'sha birinchi navbatda to'g'ri instruksiya bo'lishi kerak va o'sha biznes konseptlar ham to'g'ri define bo'lgan bo'lishi kerak. Va albatta o'sha verification qilish uchun o'sha mos MSP toollar ham ulangan bo'lishi kerak. Hozir gaplashganlarimizni ko'rdik teoriyada, buni amalda ham qo'llasa bo'ladi, hozirning o'zida. Hamma ishlatadimi cloud? O'sha shaxsiy akkauntdan ham ishlatsa bo'ladi, faqat o'sha data security jihatdan shaxsiy ma'lumotlar o'qilmasligida vaqt qo'yish kerak, o'chirib qo'yish kerak xavfsizlik uchun. Built-in MSP'lar support qiladi. Даже no code jihatdan ulasa ham bo'ladi. Hech qanaqa skriptlar yozish shart emas. Bu yoqda men bilan aloqaga chiqish uchun link. Mana hozir shular.
Avvalambor assalomu alaykum. Juda ham qiziqarli mavzu bo'ldi. Rahmat aytaman. Birinchi o'rinda bu aytib o'tgan narslaringiz, hallucination, MCP hammasiga. Xo'p, bundan oldin ham BI haqida aytib o'tdi. Unda ham nima bo'ldi? Baribir ham inson omili kerak degan narsani oldiga qo'yapmiz. Hallucinationni oldini olgani, mana shu narsalarga biz o'zi aslida jamoamiz bilan kelganmiz. Yuksal AI Automation Agency'dan biz hozirda AI chatbotlarni integratsiya qilib beramiz. So'rog'i AI RAG agentlar. Bu asosan nima bo'ladi? Biz birinchi o'rinda full kontrolli AI ga berishga harakat qildik va natijada nima bo'ldi? O'rtada shikoyatlar bo'lishi qoladi. Misol uchun siz Telegram botga yoki Instagram botga kirib gaplashsangiz AI bilan qanaqadir holatlar bo'ladi, siz odam bilan gaplashasiz, haqiqiy admin bilan gaplashmoqchi bo'lib qolasiz yoki qanaqadir komplaintlar bo'lib qoladi. Ana shu holatlarda AI hallucination qilmasligini oldini olish uchun baribir ham inson omili bo'lishi kerak ekan degan narsa oldiga qo'yildi. Shu narsani tushunyaptik. Keyin biz nima qildik? Hybrid approachga o'tdik. Aytaylik, birinchi o'rinda siz biron bir odam Telegram botga yoki Instagram chat botga kirganingizda, profiliga kirganingizda birinchi o'rinda sizga instant message keladi AI bo'yicha, lekin siz qanaqadir holat bo'ladi, complaint bo'ladi. Shunaqa holatda siz admin bilan gaplashmoqchi bo'laman desangiz, sразу AI switchga o'tadi, to'g'rimi? Mana shu narsani biz hibrid approach deb qo'ydik. Bu narsalarning orqasida nima demoqchiman? Hozir siz ham aytib o'tdingiz, bundan oldin ham spikerimiz aytib o'tdi. Baribir ham biz hech qachon full kontrolni AI ga berishimiz kerak emas ekan. Har bir industriyada, har bir sohaga biz AI ning integratsiya qilyapmizmi? Baribir qanchadir nimani kontrolni berishimiz kerak, lekin o'zimiz baribir insonni o'zini konteksti berish kerak, o'zi inson kontrol qilish kerak degan narsani tushunib yetdik. Bundan oldin ham spikerimiz aytib o'tdi, siz ham hozir aytib o'tdingiz. Biz o'zimiz ham mana shu biznes integratsiyamizda tushunib yetdik. Baribir inson omili har bir sohada zarur ekan. Hozir bilamiz, juda ham ko'p hype'latish ketdi, full AI olib qo'yadi. Lekin nima demoqchiman? Baribir ham har bir sohaga inson kerak bo'ladi, baribir kontrol qilish uchun. Mana shu fikrga nima degan bo'lardingiz? Savolingiz uchun rahmat. Bitta narsa aniq, AI ming zo'r aytaylik taslarni bajargani bilan u mas'uliyatni o'z bo'yniga ola olmaydi, tabiiy ravishda. AI ni o'zini yolg'iz qo'yib natijaga erishmas, uni aytaylik tool sifatida boost aytaylik o'zini skorsini boost qilib beradigan tool sifatida ishlatgan yaxshi. Lekin siz aytadigan chatbotlarga keladigan bo'lsak, u yoqda sal boshqaroq metodologiya, boshqacharoq qarasak bo'ladi. Unga aytaylik ko'proq do'st emas, misol konkret bitta sohani berib qo'yib, konkret bitta misol uchun requestlarni qabul qilib olish. Shunchaki aytaylik foydalanishdan kelgan requestni qabul qilib, aytaylik tiket qilib yaratib qo'yadi misol. Mana shunaqa mayda-mayda bloklarga bo'lib ishlatish mumkin. Lekin misol bilmadim o'tgan aytaylik summani orqaga qaytarib ber degan ma'noda request keladigan bo'lsa, buni human nimasi kerak. Shu. Xo'p, yana bitta savol. Bo'ling. Assalomu alaykum. Ismim Azizbek, Uzinfocomda dasturchi bo'lib ishlayman. Boshida Alisher aka aytdi, bizda 2 milliondan ortiq data bor dedi. Sizni prezentasiyangizdan bildik. Birinchi savolim shu Domoda AI orqali ishlaysizlarmi? Datani analiz qilishda boshqada. Qanday uzr, sal ovoz eshitilmayapti. Xo'p, Alisher aka aytdi, 2 milliondan oshiq datalarimiz bor ekan. Siz ham Domoda ishlaysiz adashmasam. Shu datani analiz qilishda AI ishlatasizlarmi? Qanday xavfsiz saqlashga harakat qilasizlar AI? Ya'ni tashqariga chiqib qolish boshqada. Ya'ni qanaqa approach foydalanasizlar? Rahmat. Bu bo'yicha boya slaydda aytganimdek, do'stlarni minimalniy qilish kerak. Ya'ni uni o'zi aytaylik bash shellga do'st bo'lib, bu joyga request borishamiz, o'sha minimalniy aytaylik qaysi data source'ni o'qib olish kerak bo'lsa, o'sha o'qib olayotgan data source'dan cheklangan resurslari berish kerak. Shu bilan o'sha xavfsizlik ta'minlasa bo'ladi. Keyin shaxsiy ma'lumotlarni o'sha tashqi AI servislariga yuborishda ham sal ehtiyotroq bo'lish kerak. Savolingizga javob bera olmagan umiddaman. Xo'p, demak so'nggi savol. Assalomu alaykum. Boshida aytib o'tdingiz, backgroundingiz matematika bilan comparative programming ligini. Meni savolim shundaki, hozirgi paytda AI development bo'layotgan paytda, AI boom bo'layotgan paytda texnический
fanlarni bilish qanchalik muhim. Misol uchun matematika, fizika yo boshqa fanlarni bilish qanchalik muhim. Ham hozir linkingizni ko'rdim, ancha-muncha olimpiadalarda yutgan ekansiz va bu olimpiadalarda yutganingiz sizga qanchalik foyda bergan? Rahmat. Bu savolingizga umumiyroq javob beraman. Aytaylik, qaysi sohada siz nolsiz, lekin EAga o'sha ishni qildirmoqchisiz. Siz nima qilasiz? EA nima aytsa o'shanga ishonasiz. O'sha sohani o'zingiz chuqurroq bilsangiz, unga to'g'ri aytaylik, bir rukovodство qilib yo'l ko'rsata olasiz. Natijaga o'sha to'g'ri erishishingiz ham aniq bo'ladi, tez bo'ladi. Ko'r-ko'rona ishongandan. Demak, hozircha 3 ta savol yetadi. Agarda spikerimizga yana savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, tadbirimizdan so'ng bemalol murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Spikerimizdan esa eng yaxshi savol egasini tanlab berishda yordam berishingizni so'rab qolamiz. Ikkinchi savolda olsak bo'ladi. Ikkinchi savol egasi, marhamat, sahnamizga tashrif buyurib, o'z sovg'angizni olib ketsangiz bo'ladi. 1 oylik Cloud subscribe spikerimiz qo'llaridan qabul qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Tashakkur va spikerimizga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz.